dostlar. Bugün yeni bir yeni öğretmen günümüz. Yeni öğretmen gününden burun aldığımız saatte gelgen P öğretmen tapşırıqını yaxşı işlep gelgensizler. Sizler çok kom yaxşı işlep geldinler o. Ondaqda bugünkü dersimizni başlaytımız. Bugün yeni öğretmen gününden burun bir mezmununu körüdeyle. Ondaqda kitablarının 16. betini içinde. Fıkan siz mi içine? Burada. 55 kitabı yokla ekran karab oturup tosnala buldu. Fıkan iş buldunuz mu? İş buldum. Ondaqda mayada 32 yarım diyen gep bakın. Şu 32 yarımni astığı yüz koyuptu. Lekin ularni iki grup kıp ayrı koyuptu. Ayrı koyuptu. Üstündeki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 harfini bir grup kılıp sozuk tavuşlar deb isim koyuptu. Yani aslındaki 24 harfini bir grup kılıp üzük tavuşlar deb isim koyuptu. Sozuk tavuş deganimiz sozup o'qig'ili bo'ldigan harflar ekan. Üzük tavuş deganimiz üzülüp ketilgan harflar ekan. Kıskanlık gibi oldu. Ondaqda sozuk tavuşni sozup degil bo'ldi ekan. Üzük tavuşni sozup degilmaydi ekan degan tuqqu. Bu nim degan gap? Uni maydaki at degan so'zni misol qilib tushunib olaylik, ha? At degan so'zdagi mana bu a qaysi guruh ekan? Sozuk taşının grubu diken. Sozuq tavuşning guruhi ekan-da. Endi atdagi T harfichu qaysi guruh ekan? Üzük tavuşning guruhi ekan-da. Men at degan so'zni sozup deb baqayım. At. Ani sozg'ul bulamdikan, bulmamdikan? Buldiken. Ani sozg'ul bo'lgan, ha? Shuningga a sozuq tovush qilgan ekan-da. Endi biz teni sozg'ulmaydi degan tuqqu. Teni men zo'rlab so'z baqayım. A, T. Uçağda T'ni sozup desek at degan söz çıkmay kaldı ekan. A, T degan söz çıkalı ekan. Şununga özlük davuşlarni sozup degilmaydi deganimiz rost ekan-da. Rostga. Undaqda sozuq tavuşdan başqalarının hammasi özlük tavuş bo'lg'achqa sozuq tavuşni menga ergishib o'qib baqinglar. Sozuq tavuşni bilan bilib olsak bo'ldi. A, E, I. A, E, I. O, U, Ö, Ü. O, U, Ö, Ü. A bilan A'ni ügün bulduk, ha? Bugün bulduk. Lekin E bilan I'ni ügün bulmadık, ha, tigi. Bugün bulduk. Buni keyingi darsda o'rganamiz, ha? Endi
Kendiki o u degan ögün bulduk. Ögün bulduk. Uyg'urdagi uva. O bilan u'ni ögün bulduk. Lekin ö bilan üni to'g'ri ögün bulmadik. Öni bugun o'rganmoqchi. Endi so'zliq tovushlarni bildinglarmi? Bilvaldoq. So'zliq tovushdan boshqalarning hammasi uzuk tovush boshqa so'zliq tovushlarni biz olsak bo'ldi. Isinglar tutdinglarmi? Undaqda bugun o'rganadigan yangi harfimizni boshlaylik. Kitoblarning 55-bitini chinglar. Fikrmsizmi chinglar? Ma'qullar bo'ldi. 55 kitob yo'qlar, ekran qarab o'tirib tursanglar bo'ldi. Fikam ish bo'ldingizmi? Ish bo'ldim. Undaqda ma'rifimdagi nima ekan? O'rdakkan. O'rdakning rasmi bor ekan. Degan bugun o'rgangan harfimiz o'rdakdagi ö ekan. Albay biz so'zliq tovush bilan uzuk tovushni o'rgangan vaqtimizda ö harfi so'zliq tovushda chiqqan-a? Chiqqan. Demak, ö harfi so'zliq tovush ekan-a? Biza yo'qnaq ekan bu. Endi ö harfining bu o'xshash 4 xil yozilishi bor ekan. Menga yechib o'qib beringlar. Baş ö. Bash ö. Yalğız ö. Yalg'iz ö. Ahir ö. Axir ö. Ahir hemzilik ahir ö. Hamzilik axir ö. Yembirdim o'qiytinglar. Menga yechib. Baş ö. Bash ö. Yalğız ö. Yalg'iz ö. Ahir ö. Axir ö. Hemzilik ahir ö. Hamzilik axir ö. Endi en ahirgi birikni o'qiylik. Baş ö. Bash ö. Yalğız ö. Yalg'iz ö. Ahir ö. Axir ö. Hemzilik ahir ö. Hamzilik axir ö. Endi men ö harfining o'xshash xil yozishini doskaga yozaman. Sizlar qarab o'tirib turinglar. Oldi bilan men baş ön yozaman. Ama baş öğren. Endi men ahir ön yozaman. Yalğız ön yozaman. Mana yalğız ö. Endi ahir ö bo'lsa, qo'lni chiqarib bishba ustiga laqaligini qo'yishib bo'ldi. Endi Qo'lbaga. Endi hamzilik ahir ö bo'lsa, hamzilik ahir o'ga o'xshash 14 bo'ldi-ku, hamzilik ahir 10. Bir tishi bor. Ustiga hamzasini qo'ydi. Hamzaning yanida Belgisi bor. o'xshash belgisi bor. Hozir bu harfini menga yechib o'qib beringlar. Baş ö. Bash ö. Yalğız ö. Yalg'iz ö. Ahir ö. Axir ö. Yalğız ö. Hamzilik ahir ö. Hamzilik axir ö. Yeni bir vaqtda o'qiylik. Baş ö. Bash ö. Yalğız ö. Yalg'iz ö. Ahir ö. Axir ö. Hamzilik ahir ö. Hamzilik axir ö. Yeni bir vaqtda o'qiylik. Shuni Baş ö. bash ö. Yalğız ö. Yalg'iz ö. Ahir ö. Axir ö.
Hemzilik ahır ö. Hemzilik ahır ö. Ha, endi turun. Özünüz tutup oxuqın. Oqalım sizki. Baş ö. Yalğız ö. Ahır ö. Hemzilik ahır ö. Yan baxdım. Baş ö. Yalğız ö. Ahır ö. Hemzilik ahır ö. Yan baxdım. Baş ö. Yalğız ö. Bura. Ahır ö. Hemzilik ahır ö. Ha. Yaxşı oqudunuz. Yaxşı oqudunuz. Ha, endi kitablarım 56. bitirinchilar. Fikam sizmi uchun ha? Fikam ma'lusimdagi nima ekan? Öygen. O'yin orasida ekan ha? Uydagi mau qizil turgan uy qaysi uyga o'xshaydi ekan? Mau qizil turgan uy Baş öyge oxşayırken. bosh uyga o'xshaydi ekan ha? Endi mana nima? Mavju. Döşe. Döşe degan ekan. Zöşe. Döşe degan. Döşe ben yine. Ha, yağışta yasa koygan embelni döşe deydigan boshlar kichik. Döşe. Döşe degi mau qizil to'g'an uy qaysi uyga o'xshaydi ekan? Yalğız öyge oxşayırken. Yolg'iz uyga o'xshaydi ekan ha? Ha. Ha, endi mana nima ekan? Mana nima bu? Mana hayvonot. Nima ekan bu? Nima bu? Burcu. Bo'ri. Bo'ri ekan. Bo'ri degan hayvonot ekan. Bo'ri degan kashta o'laydi u. Ha. Bulaydı. Ha. Bo'ri degan so'zdagi mau qizil turg'uni qaysi uyga o'xshaydi ekan? Ahır öyge oxşayırken. Oxir uyga o'xshaydi ekan ha? Ha. Ha. Endi mana nima ekan? Karı örükken. Ama u qora o'rik ekan ha? Ha. Buni ular qarbo'g'ashqa qora o'rik deb ataydi ekan ha? Ha. Ha. Qora o'rik degan so'zdagi mau qizil turgan uy qaysi uyga o'xshaydi ekan? Bir kishi bor ekan u. Qaysi ekan? Hemzilik ahır öyge oxşayırken. Hemzilik oxir uyga o'xshaydi ekan ha? Ha. Hemzilik oxir uyning tishi bormi? Intiqomimlar. Ha. Demak, uy harfiningmi oldida keldiganlari, o'ttirda keldiganlari, yolg'iz keldiganlari, qo'l tutishmay keldiganlari, qo'l tutishib keldiganlari bor ekan ha? Ha. Eng oxirida keldiganlari bor ekan. Demak, uy harfiningmi o'xshash to'rt xil yozish bor ekan ha? Ha. Undaqda kitoblarning 57 bitiga qaranglar. Fikrim sizmi qarang ha? Bu yerda nima debdi desanglar, tuvandagi bir bo'g'imliq so'zlarni o'qib baqaylik. Bu so'zlarda qaysi so'ziq va uzuk tovushlar bor ekan debdi ha? Biz ostidagi so'zlarni o'qib, so'ziq va uzuk tovushlarga ayirib baqaylik ha? Ha. Ha. Mau so'z nima so'z ekan?
Ötken. Öt degan so'zga ne? Ha. Öğeripçu üzük davuşmu, so'zuq davuşmu? So'zuq tovush. To'g'ri dedingiz. Teripçu üzük davuşmu, so'zuq davuşmu? Üzük tovush. To'g'ri dedingiz. Endi ma'u so'zchu nima so'z ekan? Unken. Un degan so'z ekan, ha? Ha. Endi o'zingiz harflarga qarab so'zuq tovush bilan üzük tovushga ayirib qo'ying, ha? So'zuq tovush. Ne üzük tovush. To'g'ri dedingiz. Aqlli ekansiz. Ha. Endi ma'u so'z nima so'z ekan? At degan so'zgan. At degan so'z ekan, ha? Ha. So'zuq tovush bilan üzük tovushga ayirib qo'ying, ha? So'zuq tovush. Üzük tovush. To'g'ri o'qidingiz. Endi ma'u nima so'z ekan? Bet. Bat degan so'z ekan, ha? Ha. To'g'ri o'qidingiz. Endi buni o'zingiz ayirib qo'ying, ha? Üzük tovush. So'zuq tovush. Üzük tovush. To'g'ri o'qidingiz. Endi ma'u nima so'z ekan? Ot degan so'zgan. O't degan so'z ekan, ha? Buni o'zingiz ayirib qo'ying, ha? So'zuq tovushgan. Üzük tovushgan. To'g'ri o'qidingiz. Endi ma'u nima so'z ekan? Ton degan so'zgan. Ton degan so'z ekan, ha? Buni o'zingiz ayirib qo'ying, ha? Üzük tovushgan. So'zuq tovushgan. Ne üzük tovushgan. To'g'ri. Endi ma'u nima so'z ekan? Ne nan. Nan degan so'z ekan, ha? Ha. Endi buni o'zingiz ayirib qo'ying, ha? Ne üzük tovushgan. So'zuq tovushgan. Ne üzük tovushgan. To'g'ri. Endi ma'u nima so'z ekan? Ten. To'g'ri o'qidingiz. Endi buni o'zingiz ayirib qo'ying, ha? Üzük tovushgan. So'zuq tovushgan. Ne üzük tovushgan. To'g'ri. Endi ma'u nima so'z ekan? On. Raqamdagi 10 ekan, ha? Ha. Buni o'zingiz ayirib qo'ying, ha? So'zuq tovushgan. Ne üzük tovushgan. To'g'ri o'qidingiz. Endi ma'u nima so'z ekan? At degan so'zgan. To'g'ri. Buni o'zingiz ayirib qo'ying, ha? So'zuq tovushgan. Üzük tovushgan. To'g'ri. Endi ma'u nima so'z ekan? Tep degan so'z ekan, ha? Buni ayirib qo'ying, ha? Üzük tovushgan. So'zuq tovushgan. Üzük tovushgan. To'g'ri o'qidingiz. Endi eng oxirgi ma'u bir tal nima so'z ekan? Pen degan so'z ekan, ha? Buni ayirib qo'ying, ha, o'zingiz. Üzük tovushgan. So'zuq tovushgan. Ne üzük tovushgan. To'g'ri o'qidingiz. Hammasini to'g'ri o'qiyotdingiz. Siz aqlli ekansiz, ha? Endi bu rasmdagi kimdi o? Bir adashgan. Bir adashgan, ha? Bu adash beshig'i toj taqib olibdi, ha?
Tug'ilgan kuni bo'lganmidi yoki nima bo'lgandi? Şu. Men sizlarga deb beray, ha? Ha. Bu adashining ismi O'tkir ekan. Ha. O'tkirga. O'tkir desak, beshida nima harfdan boshlanadi ekan? Angladi. Öyle başlanırken. Ö harfidan boshlanadi ekan, ha? Ha. Bugun o'rgangan Ö harfidan boshlanadi ekan, ha? Ha. Ha, bu adashmi bizga o'xshashchu? Ö harfini o'rgangan kunida apsi yaxshi o'rganding balam deb bir shu Ö harfining tojisini yasab beribdi. Ondan qarab bakыңlarcha Ö harfi bor ekan. Shuning bilan bu Ö harfining tojisini kiyib, bu adash "Behmi xushab ketdim" debdi. Açtakende. Qizqarliq ekan-a? Ha, kıskanlıkken. Yaxşı tuttu. Ha. Mushu hikoyasini mayga deb beribdi. Ha, endi kitoblarning 58-betini jinglar. Fikrmisizmi jinga? Buldu. Oy, malimi endi Önçükken. bir o'mchikkana. Ha. Bu o'mchikka nima bo'lgandi endi? Ha, beş yaklaşık tuttu tilini çıkılıp. Behli xush bo'libdi. Ha. Hoş bir kekken. Tişi dongi çıkarttı. Buni nima bo'lganligini mayda deb beribdi. Buning temisi Umurcuk. Umurcuk degan tema ekan, ha? Ha. Men bir sizlarga o'qib beray. Umurcuk qarvoy, kecha kunduz uxlamay tor to'qig'ay. Chivin tushdi to'rga, ay hay. Şimdi kadar hoş bir tuttu. Aram testi bu tor to'qibdi. Tor to'qigan keyin jabada tor to'qigan keyin qo'sqa behlish ketibdi. Bir chivin to'rga tushib qopdi. Shuning bilan behli xushab ketibdi. Harim çıkarsa yaxşım zaten. Ha, bir chivin tushib qopdi ekan. Endi toza o'xshaydigan narsa tushdi, yeydigan bo'ldim. Deb kulibdi. Ha, endi bugun o'rganadigan harfimiz misha daxillasam. Endi yana vaqtni o'qitaylik, ha? Mana ish o'qitma. Baş Ö. Baş Ö. Yalnız Ö. Yalnız Ö. Ahir Ö. Ahır Ö. Hemzlik ahir Ö. Hamzilik ahır Ö. Ha, inşallah geldi mi? Ha, geldi. Ha. Endi kelgan qitimlik darsgacha bugun o'rgangan Ö harfimizning topshiriqini beraman sizlarga. Cho'qim yaxshi ishlab kelinglarmi? Ha. Lamdovkam. Buldu. Ha, undaqda kelgan qitimlik darsda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.